Assalomu alaykum, Aynay Jahon qarshisida o'tirgan aziz muxlislar. Iqbol teleradio kompaniyasi orqali efirga berib borilayotgan Dilxush navolar ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizga ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi, Xorazm san'atini, butun o'zbek san'atini ustunlaridan biri bo'lgan ustozimiz Og'abek Sobirov. Ustoz, avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Ustoz, bugungi ko'rsatuvimizni muxlislaringizga qaysi ashulalaringiz bilan boshlab berasiz? Avvalambor assalomu alaykum aziz Aynay Jahon muxlislari. Dilxush navolar ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari. Avvalambor o'lkamizda hukm surayotgan Ro'za Ramazon, ya'ni Ramazoni Sharif bilan hammalaringizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Mana shu muborak oyda tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz Alloh taolaning dargohida bekam ko'z mustajob bo'lishligini yaratgandan chin dildan tilab qolamiz. Rahmat ustoz. Endi qo'shiqqa keladigan bo'lsak, mana shu zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa degan Maxtumqulini chiroyli bir satrlari bilan boshlasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bajonadir ustoz, tinglaymiz. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa. Tilloday so'zingni pulga olmaslar, tilloday so'zingni pulga olmaslar. Har kishini ayeti bori bo'lmasa, har kishini ayeti bori bo'lmasa. Bir tor qafasdir, jon bir vahshidir, tilga kelgan so'zlar ko'ngil naqshidir. O'tli suvli yaylamundan yaxshidir, o'tli suvli yaylamundan yaxshidir. Har shaharni bir zori bo'lmasa, har shaharni bir zori bo'lmasa. Yigitga yo'qchilik yomon balodir, o'zini teng kurdan chetga oladir. Yomon qilib do'stni dushman
kılavdur. Yaman kılıp dostni düşman kılavdur. Nima gerek elder kâri olmasa, neye gerek elder kâri olmasa. Maktım kulakka tapşır özünü. Anna Ömer'ke sargay turma yüzünü. Maktım kulu hakkıma tapşır özünü. Arna Ömer'ke sargay kırma yüzünü. Nasihatle tamam eyle sözünü. Nasihatle tamam eyle sözünü. Kimge kire karı nâri bulmasa, kimge kire karı nâri bulmasa. Ustoz, sizga birinchi savolimiz shundan iboratki, mana O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi degan unvonlar bilan avvalambor sizni qizg'in muborakbod etamiz. Rahmat. Qolaversa shu unvonlar sizga nima berdi? Ham shu sizni zimmangizga qanday yana vazifalarni yukladi? Rahmat. Avvalambor men shu unvonlarni, shunday bir sharafli unvonlar barcha san'atkor do'stlarimizga, ustozlar va shogirdlarimizga hammalariga nasib qilishligini yaratgandan chin dildan tilab qolaman. Mana shu muborak kunlarda, muborak oyda. Qolaversa, endi shu oldin ham boya aytganimdek, shu savol berilgandi. Endi mana yana bitta mas'uliyatli unvon berilgandan keyin, Tojikiston xalq hofizi degan unvon berilgandan keyin, undan da ko'proq zimmamga ko'proq mas'uliyat yuklandi. Endi bu tabiiy, albatta. Oldin o'zbek muxlislar uchun kuylaydigan bo'lsak, o'zbek muxlislar uchun ijod qiladigan bo'lsak, endi tojik muxlislarimiz uchun ham shu ijod qiladigan bo'ldik. Hozir bir ikkita tojikcha ashulam ham bor. Tez kunlarda buni klip qilish ustida jarayon ketyapti. Demoqchimanki, mana shu ikkita millatni, ikki tilda gapiradigan muxlislar uchun men ijod qiladigan bo'ldim. Mana shu mas'uliyat meni zimmamga yuklandi. Bundan juda baxtliman, baxtiyorman, chunki o'zi oldindan ham tojikcha qo'shiqlar aytganman. Bundan keyin tojikcha qo'shiqlarga bo'lgan ishtiyoqim ham baland, albatta yaxshi ko'raman. Juda ajoyib bir san'ati bor tojik xalqini. Albatta. Biz o'zbek xalqimizga monand hamohang ohanglari ham, urf-odatlari ham bir, maqomlari ham yaqin. Mana tojik suvora deydi, suvoralar. Bu narsalar ikkita millatni bog'lab turadigan bir omil hisoblanadi. Albatta. San'atimiz ham, madaniyatimiz ham,
yurish turishimiz ham, to'ylarimiz ham Albatta, albatta. bir xil. Shuning uchun men hozir ijod qilsam endi oldingidek emas, shu o'ylanib shu boya aytganingizdek ikkita millatni fikrini inobatga olib, shularni dunyoqarashi bilan shularni bir ko'zi oldimga olib kelib, undan keyin ijod qilaman. Bu mana siz aytgan mas'uliyat hisoblanadi. Rahmat ustoz javobingiz uchun. Ijodingizga ulkan parvozlar tilaymiz. Rahmat. پروانه‌ایشم میروخین جانی حزینم دور yaratkan tira şamım bark ahi ateşinimdir mübarek astanan kıbleyi ruhir emirimdir gubari secdeyra Hatın lavhi cebinimdir Sucudi dergeyin ser Mavyeye dünya dinimdir Cünüm deşti de rasvalıktın artıp şevketü canım Şebi hicran bağırka nile hemrahdır terep yağıyım Yirak sendin demimen Siz imen işu hıdıl avyım Eğer azmir avitsen Şavki veslin Havbeyr avyım Eğer aram hem tut Sem hayalım hem nişinimdir Saçın zulmati üzre Avrezin kurşid tabanım Kelamın can fezavle Limeyin davruyu dermanım İrem gülzavrın eyyuk Meyli gül yüzlü cananım Havai revzeyikü Yin baharım nazeninimdir Havli kâmeti ser Vın uzarım Yaseminimdir
işkini bit Tekçe maksudum olar havsız Yolunda terk cani Tekçe maksudum bular havsız Yakinimdir ey sana uyut Tekçe maksudum bular havsız Gönülden diye sana uyut Tekçe maksudum bular havsız Biyamdullah bana ben din sana rahber yakinimdir Bahar ayyam gülçağ Nila işgali tutup sübet Bari öz yavri birlen Mast cami bağdayı işre Sabah açtıkça zülfün Kozla turdu perteyi ismet Bana yüz gösterir Lahza yüz min şahidin devlet Yavları üzre süzüp zavrak Cahan renavların vəs Kında aciz kıl kümül dişak Şüper tavkan yutup-dir Yavrumun ispatmayın mutlak Bari öldüm huzuli Gayrıdan ul dilraba ancak Anisim onisim yavrum Nigarım mavzalinim Ustoz bugungi kunda sizni ijodingizda qanday yangiliklar bo'lib turibdi? Qolaversa Lazgi ansamblida ham
ish faoliyat olib bormoqdasiz rahbar sifatida. Shu Lazgi ansamblini ish jarayoni haqida bir muxlislarimizga bir tushuncha bersangiz. Albatta, endi bu tabiiy savol. Yangiliklardan boshlay qolaylik. Yangiliklar hozir tez kunlarda shu Marqa Bilak degan ashulamizga klip olgandik. Mana shu tayyor bo'lib turibdi endi. Tez kunlarda shuni premyerasini qilish ilinjida shuni ustida bosh qotiryapmiz. Qanday qilsak bo'ladi? Shu muxlislarimizga yanada yaqinroq shu qo'shiqni yanada bir yorqinroq kerak bo'lsa ko'rsatish niyatida ish olib boryapmiz. Endi Lazgi ansamblidagi ish jarayoniga keladigan bo'lsak, shu bu yil Lazgi ansamblimizda qayta tashkil qilinganiga 10 yil to'ldi. Mana shu 10 yilligini Xudo xolasa katta qilib nishonlash arafasidamiz. Yozni 20-iyunida Xalqlar do'stligi saroyida Lazgi ansamblini 10 yilligiga bag'ishlangan tantanali kecha va konsert bo'lib o'tadi. Mana shu konsertga fursatdan foydalanib barcha muxlislarimizni lutfan taklif qilib qolamiz. Rahmat ustoz. Hozir demoqchiman, mana shu konsert ustida ish olib boryapmiz. Qolaversa endi yurtboshimizni sa'y harakatlari, san'atga, madaniyatimizga bo'lgan e'tibori shu darajada bir keyingi paytlarda kuchaydiki, mana bir yilni o'zida 4-5 marta safarda bo'lib qaytdi yigitlar, qizlarimiz, Lazgi ansamblimiz. Bir qancha faxriyorliklar olib, dunyo sahnalarida o'zbek san'atini, qolaversa Xorazm san'atini namoyish qilib kelib turibmiz. Bu katta baxt. Va qolaversa bizning zimmamizdagi bu vazifa hisoblanadi. Albatta. Hozircha ana shu ishlar ketyapti. Endi Xudo xolasa bu yog'ida yana ansamblimizni kengaytirib, uni rivojlantirib, boshqa bir qardosh xalqlarni qo'shiqlari bilan boyitib, repertuarlarini boyitib, kelajakda yana dunyo sahnalarida shu o'zbek qo'shiqchiligini, san'atini targ'ib qilish niyatidamiz. Ijodiy qilayotgan ishlaringizga ustoz ulkan parvozlar tilaymiz. Mahmurluğun ançınan etip ki Muhdergeyinim mekan etip ki Mahmurluğun ançınan etip ki Muhdergeyinim mekan etip ki Gambirle yüreğini kan etip git Kilderini imtihan etip git Seyri çemenin cihan etip git Bulvakni aşnalariden Bir şevkatı bir vefalariden Emami müddeleriden Bir yerlerin yapalariden Feryat çekip kulağın etip ki Eylemezken Serpeyle yolide can ileten Yalğanlı işli bol serevşen Alem çemenini bülbülisen Gül şevkde aşiyan etip ki
beni vesli metlebide Ulus seni radile şebide Tacan ki makamı kan lebide Hicran alemide mektebide Hasret sualın ravan etip ki Bülbülüdür işke istemezin Yetken bile gülge bulma mağrur Himmetni hemişe eyle girdir Alem çemeni ki bir vefadır Bir ağ bilen hazan etip ki Evvel yöledin nesini bildin Gülzar vücut ara açıldı Alem vekilim ne işini kıldın oy Maksat nedir cihana geldin Keyfiyetini beyan etip ki Kömçüz mezelili sözlerini Ağyar bilir ramuzlerini Sürgül işigiye yüzlerini Kir iş gülüden özlerini Nadredir peşan etip ki Nadredir peşan etip ki Ustoz, sizga keyingi savolimiz shundan iboratki, bugungi kunda sizga ergashgan yuzlagan, minglagan shogirdlaringiz ham, izdoshlaringiz bor. Shulardan kelib chiqib Xorazm san'atini kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Bu albatta juda ajoyib savol bo'ldi. Bir dolzarb savol bo'ldi desak albatta to'g'ri bo'ladi. Chunki har bir ustoz o'zini shogirdida kelajagini ko'rib bilgandagina o'sha shogirdiga ishonch hosil bo'ladi, unga oq fotiha qiladi, duo qiladi
va kelajakda undan bir narsa kutsa bo'ladi. Endi bilasizmi, hozir shogirdlarga ko'p narsa bog'liq. Hozir shogird nafaqat ustozlarni, shogirdlarni ham zimmasida ko'p katta bir og'ir yuk turibdi. Chunki kelajakni shogirdlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi Albatta. bugungi nima bo'lsa bugungi ko'rinib turibdi mana. To'g'ri. Lekin kelajak mavhum. Kelajak mavhum bo'lgandan keyin uni shogirdlar yoritib beradi. Mana shu ustozlardan kelayotgan an'anani, ijodni, milliy maqomlarimizni, mumtoz qo'shiqlarimizni, milliy boyliklarimiz, mana boshqa doston yo'llari, boshqa nima qizlarimiz bor, ajoyib. Mana xalfachilik yo'llari bo'lsin, boshqa bo'lsin. Bularni endi buzmasdan chiroyli qilib, go'zal qilib ijrolarni, so'zlarini ham, boshqalarini ham hammasini, nolalarini ham o'zidek qilib kelajak avlodga yetkazishda bugun o'sha shogirdlarimizni ham zimmasida katta bir mas'uliyat turibdi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, shogirdlarimizga ko'p katta narsa bog'liq. Bu savolingizga javob. Endi shunaqa shogirdlar bormi deb savol berdingiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta bor. Yaxshi hamki shular bor. Chunki shular bo'lmasa noto'g'ri yo'ldan ketib qolish ham hech gap emas. Albatta. Mana bu hozir aytilayotgan qo'shiqlar, oldindan kelayotgan qo'shiqlar borib yo'q bo'lib ketishi hech gap emas. To'g'ri. Chunki bugungi qo'shiqlarga bo'lgan muhabbat, kechagi qo'shiqlarga bo'lgan muhabbat kelajakni belgilaydi. Mana shu ustozlarni ijodiga bo'lgan muhabbat demoqchiman. Bugungi aytilayotgan mana shu milliy qo'shiqlarimizga bo'lgan muhabbat ertangi san'atimizni ertangi kunini ochib beradi. Shuni ballilaydi desak, endi xorazmcha to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun yoshlarimizni ko'proq milliy qo'shiqlarimizga qiziqtirishimiz kerak, suvaralarimizga, maqomlarimizga. Albatta. Yaxshi, ular ham kerak, bu ham kerak. Mayli, endi zamonaviy qo'shiqlar ham kerak baribir. Lekin baribir har bir qo'shiqni asnosida zamirida o'sha maqomlar, bizni atoyi boyi kelayotgan dostonlar, laparlar, klassik qo'shiqlar yotadi. Albatta. Shuning uchun bularni albatta bunga e'tibor katta, juda ham kuchli e'tibor qaratish kerak. Kelgusi avlodga to'laqonli. Albatta, har bir ijodkorning ustozi bo'lishi kerak. Men oldin ham aytganman, bu meni gapim emas. Ustozlarning gapi. Har bir ijodkor, har bir bugungi yosh ijodkor bo'lsin, ashulachi yigitlarimiz, qizlarimiz bo'lsin, albatta bir ustoz ko'rish kerak. Albatta. Nima endi ustoz faqat ashula aytishni o'rgatmaydi? Men buni oldin ham aytganman. Misol uchun, qayerda qanaqa kiyinasan, qanaqa o'zingni tutasan, sahnada madaniyati, boshqa to'ylarda yoki bir nima deydi, umumiy joylarda, masalan, odamlar ichida, orasida san'atkor ajralib turishi kerak. San'atkor kulib yurish kerak. San'atkor hech qachon xafa bo'lish kerak emas. San'atkor so'kinib yoki boshqa qilib yo'q. Boshqalardan boshqa ajralib turishlik kerak. Bu narsalarni ustoz o'rgatadi. Ustoz faqat qo'shiqchi emas. Ol qo'lingga, qani torni ol yoki doirani ol. Ayt bir ashula qani. Aytdi, tamom, ketdi. Emas. Hayotni ham o'rgatadi shu bilan birga. Ana shuning uchun bugungi yoshlarimiz endi ba'zilarida shunaqa nimalar ko'rinib turadi, ustoz yo'qligi sezilib turadi. Bugungi kunda ustoz gapingizni lekin ko'pchiligi baraka topsin, baribir ustoz ko'rganligi ham bilinib turadi. To'g'ri. Buni ko'rib dilingiz yaraydi odam. Ustoz bugungi kunda ustoz shogirdlik an'anasi sal oqsab qolgandek tuyulmayaptimi sizga? Albatta. Endi bu o'zingiz yaxshi bilasiz, mana bugun ya kecha emas, u anchadan beri mana shu jarayon davom qilib kelyapti. Albatta. Yana shu gapga qaytamiz. Shu ustozlarni ijodiga mehr, muhabbat bo'lish kerak buning uchun. Ustozlarga mehr, muhabbat bo'lish kerak.
kim ustozini siylabdi, hurmat qilibdi, baraka topadi. Hali hech ko'rmadikki bir ustozini ustozsiz yoki men o'zim o'rganganman, maytafonni o'rganganman yoki boshqa meni ustozim yo'q deb baraka topgan hech qachon ko'rmadik, ko'rmaymiz ham deb o'ylayman. Shuning uchun ustoz shogird an'analari qachon davom etadi, chiroyli bo'ladi. Har bir ijodkorni yana aytaman, shu baribir kimgadir mehr qo'yib, kimnidir san'atini o'rganib, shundan kelib chiqqan holda o'zini ijodini davom qildirsa, ana shunda gullab yashaydi. Chunki ustozdan boshqa narsalarni ham o'rganaveradi-da, u mehr qo'ygan-ku unga. Albatta. Mehri bor. Albatta. Ustoz nima qilsa, shuning uchun ustozlarda ham katta mas'uliyat bo'ladiki, shogirdlarni oldida to'g'ri yo'ldan yurdi. To'g'ri, albatta, shu hech qachon bir noto'g'ri gapirish kerak emas. O'ylab gapirib, o'ylab harakat qilish kerak bo'ladi. Rahmat ustoz, juda chiroyli javobingiz uchun. Rahmat. Tiriklik chog'ida qilgil vafo so'mra qilolmassan. Dilingni qilgil o'zingdan rizo so'mra qilolmassan. Tiriklik chog'ida qilgil vafo so'ngra qilolmassan. Dilingni qilgil o'zingdan rizo so'mra qilolmassan. G'animadar nafas hurmat bilan umringni o'tkazgil. G'animat har nafas hurmat bilan umringni o'tkazgil. O'tib ketgach ota birlan ona so'ngra topolmassan. O'tib ketgach ota birlan ona so'ngra topolmassan. Maqsadga intilgil. Bilingda quvvating bor edi, bir maqsadga intilgil. Qilay desang olib qo'lga qasos so'mra qilolmassan. Qilay desang olib qo'lga qasos so'mra qilolmassan. Jarohat katta bo'lmay, chorasini izlagin avvaldan. Tabibsiz darding hargiz davo so'ngra topolmassan. Qo'lingda ixtiyoring borda shu isovat qil. Qo'lingda ixtiyoring borda shu isovat qil. Yaqindan ushlasa bir kun qazo so'ngra qilolmassan. Yaqindan ushlasa bir kun qazo so'ngra qilolmassan.
tiriklik chog'ida qilgil vafo so'ngra qilolmasa. Ustoz bugungi kunda san'atkorni qilib turgan ijodi muvaffaqiyati bilan o'lchanadimi? Yoki bo'lmasam? San'atkorni shu yaratgan qo'shiqi tarixda qolishi bilan o'lchanadimi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Asli ashula qo'shiq muvaffaqiyatga erishgan holdagina tarixda qoladi. O'zini davrida muvaffaqiyatga erishsa, masalan shu qo'shiq chiqqan davrda yaxshi kutib olinsa, muxlislar tomonidan olqishlansa, Albatta. ya'ni muvaffaqiyatga erishgandagina tarixga muhrlanadi. Bu bir-birisi bilan mutanosib, bir-birisi bilan bog'liq narsa. To'g'ri. Shuning uchun tarixda qoladigan, tarixga muhrlanadigan ajoyib qo'shiqlar yaralishini men chin dildan tilab qolaman har bir ijodkorda. Rahmat ustoz, rahmat. Tarixda qolmaydigan qo'shiq sizning nazdingizda qanday bo'ladi? Tarixda qolmaydigan qo'shiq endi bu keng mavzu. Muxlislar bilan bog'liq mavzu. Masalan, muxlislar qanday qabul qiladi, qanday qo'shiqni qabul qilmaydi. Shunday muxlislar bor, faqat so'zini eshitadigan muxlislar bor. Bu endi oldin ham aytilgan, yangi gap emas. Shunaqa toifa muxlislarimiz borki, ular ohangini eshitadi. Maza qiladi, so'ziga e'tibor ham bermaydi ular. Nima deyapti? Zo'r bo'lsa, avjini eshitadi. Chiroyli bir joylarni qilib bir qichiqlar bo'ladi-ku endi, qochirimlar deydi endi bizni. Shunaqa joylariga maza qiladi. U so'zi bilan ishi yo'q. Albatta. Endi uchinchi bir toifasi borki, u ham so'ziga e'tibor beradi, ham nolasiga e'tibor beradi. Nima deyapti? Avjlarida qanaqa, masalan, kerak bo'lsa tondan qochgani, qo'yganini ham biladi. Boshqasi bu haqiqiy shinavanda bular. Bular haqiqiy fanat, san'atni tushunadigan, endi ruscha aytadigan bo'lsa, gramatniy muxlislarda bular. Bular endi kam bo'ladi juda ham. Endi mana shunaqa muxlislarni ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, har bir muxlis o'zini ko'zi bilan qabul qiladi, o'zini qulog'i bilan qabul qiladi. Shuning uchun hammaga yoqadigan qo'shiq bo'lsa, ko'proq hamma taraflama mukammal, chiroyli, ohangi ham, albatta, so'zi ham, qochirimlari ham, avji ham chiroyli bo'lib kelsa, bu ommalashadi. Ya'ni muxlislarimizga yoqadi. Albatta. Ko'proq. Ana shu bir ikkita tomoni oqsaganda o'rtama yana bo'lib qoladi. 3-4 tomoni oqsasa shu ashulani, u umuman yo'q bo'lib ketadi qisqa vaqtning ichida. Buni endi boshqa tomonlari ham bordir. Men nazdimda shunaqa deb o'ylayman. Rahmat ustoz, javobingiz uchun rahmat. Ey güzel Bernan yavrum, kanda dermanım güzin. Ey güzel Bernan yavrum, kanda dermanım güzin. Belki dermanımdan artık cism
qara canım özüm. Ne qilay jannat bilan gulzorni men sen bo'lmasang. Ne qilay jannat bilan gulzorni men sen bo'lmasang. Menga sen jannatdan ortiq urg'ilmonim o'zing. Menga sen jannatdan ortiq urg'ilmonim o'zing. Bu jahon zibolarini ko'nglim sen etmasin etay. Bu jahon zibolarini ko'nglim sen etmasin etay. O'lgunimcha aytaman namını cananım özüm. Ölgünümce aytaman namını cananım özüm. Ay yüzün şirin sözüne bendemen ey nazenin. Ay yüzün şirin sözüne bendemen ey nazenin. Aktararman her nefeste Alça sevganım özüm. Aktararman her nefeste Alça sevganım özüm. Ey güzel Bernan yavrum, bende dermanım özüm. Ustozlarimizdan qolgan bir ibora yuradi. Men shuni sizga savol qilib bersam. Musiqiy asarlarni tushunishda xonandalardan ko'proq sozandalar ko'proq tushunadi degan bitta ibora bor. Sizni shu yoningizdagi qo'sh qanotlaringizga, sozandalaringizga munosabatingiz qanaqa? U gapingizga uncha qo'shilmayman. Musiqani yaxshi tushunadigan xonanda ham bo'laveradi, sozanda ham bo'laveradi. Tushunmaydigan xonanda ham bo'ladi, tushunmaydigan sozanda ham bo'laverishi mumkin. Ixlos bilan shu o'qigan bo'lsa, ilm olgan bo'lsa, xonanda bo'lsin, xoh sozanda bo'lsin, xoh raqqosa bo'lsin, u o'zini ilmini, o'zini qiladigan ishini yaxshi biladi, tushunadi. Sozandalarga kelsak, qush qanoti bilan uchadi deydi. Mana ustozlarni yana ustozlarga murojaat qilaveramizda, ustozlarni ham yonida doirachilari, albatta. Mana Otarazan akalar, Komiljon ustozni yonida yurgan bo'lsa, masalan, Ortiq aka ustozimizni yonida mana Qadam akalar, Farhod akalar, Baxtiyor akalar va shunga o'xshagan Ahmadjon akalar yurgan bo'lsa, mana bugungi kunda bizning ham yonimizda ham mana ajoyib an'ana davom qilib yetuk bugungi kunni yetuk sozandalari
biz bilan birgalikda, mana do'stlarimiz bilan birgalikda, mana uka shogirdlarimiz bilan, mana o'zingiz bilan ajoyib san'atkor ukalarimiz bizga qo'l qanot bo'lib turibdi. Hamnafas bo'lib turibdilar. Tanajonlari sog' bo'lsin shularni. Shular bilan uchamiz. Albatta. Shular bizlarga ilhom manbai bo'lib turadi. Har bittasini o'zining o'rni bor. Sozandalarsiz agar osmonni uradigan ashulachi bo'lsa ham bitta o'zi hech nima qila olmaydi. Albatta. Baribir shu yonida doirachisi, akkordeonchisi, g'ijjakchisi, klavish boshqa shu nimalar bilan go'zal, chiroyli eshitiladi. Ayniqsa bugungi kunda To'g'ri. juda bir sozandalarga e'tibor juda ham kuchli. To'g'ri. Oldingi paytlarda bitta doira bilan, bitta qo'shni yoki bitta skripka bilan bitta uchta bo'lib ketgan To'g'ri. ustozlarimiz qayerda bo'lsa ham, lekin hozir unaqa emas. To'g'ri. Hozir davri boshqa. Sozandalarga ham o'ta e'tibor katta, kuchli. Chunki mana o'zim bilaman-da, masalan, to'ylarda ham, boshqa joylarda ham muzikantlarim bor. Shularni alohida so'rashadi. Masalan, Shunday muxlislaringiz ham. ha, Botir qayerda, Abdumavlon qayerda deb nomi bilan so'rashadi. Voy. Ha, bir kun, yarim kun vaziyat bo'lib qoladiki, uyda to'y bo'lib qoladi, boshqa bo'ladi. Bironta muhim ish chiqib qoladi, boshqa birov ketadi o'rnida. Falon chiqqani deb nomi bilan so'ralgandan keyin, demak, shu musiqachiga bo'lgan, shu sozandaga bo'lgan e'tibor va hurmat deb bilaman shu narsani. To'g'ri ustoz. Rahmat. Afta palaklime husn masihim, bir afta palaklime husn masihim, bir shirin dilni dağman dağı, bir kara gözünü dağman dağı, labları şekerlep sızı pasihim, şu ağızlarını dağman dağı. Labları şekerlep sızı pasıkme şu ağızlarını dağman dağı, bir kara gözünü dağman dağı. Cemalım sıdkıdan yüzünden kal, kötergül yüzünden perde icap. Ağlama balkurar misli bir aftap, sanam kızabı dağılman dağı. Ağlama balkurar misli bir aftap, sanam kızabı dağılman dağı. Ya bir kara gözlünü dağılman dağı. Şemenli seyretir üstü bir var, güzel ve asbetli türpey vakar, ne haller niyetler, ne kışlı nigar, tavus meselleri dağman dağı. Ne haller niyetler, ne kışlı nigar, tavus meselleri dağman dağı. Bir kara gözünü dağman dağı. Gelir bir gün devran gelmezden kalmaz. Ne buldu bağlama çırağ yanmaz. Kara baktım uykusundan uyanmaz. Ben bu kemik bağlı dağman dağı. Kara baktım uykusundan
bağını, dağıman dağı. Leblerini kandım, balık turar kaldı. Takatım kalmadı, acısı mered yandı. Aşık garip size, kurban olsa benden. Ben sana madını, dağıman dağı. Aşık garip size, kurban olsa benden. Ben sana madını, dağıman dağı. Bir kara gözünü, 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 dağıman dağı. Dağıman dağı, dağıman dağı. Dağıman dağı. Ustoz, san'at yo'lidagi uzoq yillik tajribangizdan kelib chiqqan holda bugungi kundagi yosh san'atkorlarga, ijodkorlarga nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahatlarni bergan bo'lar edingiz? Men bir narsani aytaman. Shofyor bo'lsa, shu uzoq yo'lga chiqishdan oldin shofyor, oddiy, masalan, shofyor ham shu uzoq yo'lga chiqishdan oldin mashinasini bitta ko'zdan kechiradi, ta'mirdan o'tkazadi. Albatta. Qani shu falon joyga borib yetib kela olamanmi, borib yeta olamanmi, manzilimga yo'qmi? Har bir soha vakili, egasi bo'lishdan qat'iy nazar o'zini shu uzoqlarda ko'rishligi uchun kelajakda, misol uchun, o'zini chamalab ko'radi-da, o'zi har kimning o'zining chamasi bor. Mana shu chamada yanglishmasligi kerak yoshlarimiz. Uning uchun nima qilish kerak? Xorazmcha aytganda mahkam bo'lish kerak. Mahkam bo'lish uchun o'qish kerak. Ijodni to'xtatmasligi kerak. Ustozlardan etagidan ushab, peshidan ushab, u nima bo'ladi, bu nima bo'ladi, unday bo'lsa nima bo'ladi, bunday holatda nima bo'ladi? So'rab bilib olaverish kerak, olaverish kerak, olaverish kerak. Shu bilan mahkamlashadi. Ana undan keyin o'zini kelajagini ko'rib bilishi mumkin. Bo'lmasa, hozir mana ko'pchilik yoshlarimiz yarim yo'lda qolib ketganlari ham ancha. Yarim yo'lda qolib ketmaslik uchun aytayapman men bu gapni-da. Yarim yo'lda qolib ketadiganlari mana shu yo ustoz ko'rmagan, yo o'qimagan, yo shunchaki bir ikkita bir mashina minsam, yo bir uy solsam, yo boshqa shunaqa bir nimalarni ko'zlab tushuncha bilan san'atga adashib kirib qolgan san'atkorlar toifasidan bo'lmasin deyapman-da. Hozirgi yoshlarga mana shu san'atkor ukalarimizga, shogirdlarimizga shu maslahatni berardim. Endi sal qo'polroq bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Rahmat ustoz javob. Lekin mana shu to'g'ri gap shu. Chunki bu ustozlarimiz bizga mana shu gaplarni qulog'imizga qo'ygan. Bizlar buni mana hozir ochiqdan ochiq Oynoy jahon orqali aytib turibmiz, mana televizor orqali aytib turibmiz. Shu narsalarni qulog'iga ilib, shunga amal qilsalar, Xudo xolasa kam bo'lmaydilar. Aziz muxlislar, dilxush navolar ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi aziz mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi ustozimiz Og'abek Sobirov bo'ldi. Ustoz, ko'rsatuvimizga avvalambor xush kelibsiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Aziz muxlislaringizga bir tilaklaringizni bildirsangiz. Rahmat. Avvalambor Bektoshjon, mana shu dilxush navolar ko'rsatuviga taklif qilganingdan xursandman. Rahmat. Rahmat senga, ilohim hech qachon charchama. Rahmat. Mana kundan kuna ana shu dilxush navolar ko'rsatuvini muxlislari ham kengayib boryapti. Bu yoqdan bu yoqdan eshitib boryapmiz. Faqat yaxshi gaplar, so'zlar eshityapmiz. Rahmat ustoz. Ijodiy barkamollik tilayman. Rahmat. Qolaversa, Istiqbol televideniyasi rahbariyatiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Endi aziz muxlislarimizga doim aytadigan bir gapimiz bor. Bizni baxtimizga doim sog' bo'linglar. Bizni baxtimizga hech qachon kasal bo'lmanglar. Hamisha ko'ngillaringizga qo'shiq sig'adigan
darajat, mana shunaqa bir kayfiyat, ana shunaqa bir ajoyib bir holat sizlarni hech qachon tark etmasligini chin dildan tilab qolaman. Xonadonlaringizda baxtli kunlar ko'p bo'lsin. Quvonchli kunlaringizda, xursand bo'lib turgan kunlaringizda doim quvonchlaringizga quvonch ulashib, xursandchiliklaringizga xursandchilik ulashib, yonlaringizda turib baralla qo'shiqlar kuylab turish bizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat ustoz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.